Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 9-fevral haftani dushanba kuni 2026-yil. Biz Boboshbek qishlog'ida yangi ochilgan shu oyoq kiyim do'konidan desak ham bo'laveradi. Xullas shulardan ko'rsatamiz. Narxini so'raymiz. Bu joy har kuni ochiq. Mana Boboshbek bozoridan shunday bu tomon Boboshbek qishlog'iga kirganlarida yo'lni bo'yida. Endi manzil dali qayerda ekan desalaring, bularni narxini ulgurjisiga so'rab qo'ya qolamiz. Nech puldan boshlanadi eng arzoni? 50 ming so'mdan 140 ming so'mga. 50 ming so'mdan boshlanar ekan. Mana bu sizlar ko'rib turgan shu oyoq kiyimlar 140 ming so'mgacha ekan eng qimmati. Donadagi narxi aytilyapti hozir. Agar ko'proq olsalaring kelishtirishaverar ekan narxni. Telefon nomeringiz necha? Nomerlari 91lik 151 35 66 ga telefon qilaverasizlar. Hozir mana shuni qiziqishga so'raymiz. Shu nech pul ekan manasi? Bularimiz Aytavering narxni. 60 ming so'm. 60 ming so'm donaga. Bu oyoq kiyimlar qayerda ishlab chiqarilgan? Shu O'zbekiston sarjesi. Xitoy O'zbekiston salmesni deyishyapti. Endi sotuvchi nima desa shuni aytamizda. Eng kichkina razmer nechidan boshlanadi? 36 dan 40 gacha. Eng katta razmer 40 mi? 40. 36 dan 40 gacha ekan razmeri. Mana. Yonida mana oziq-ovqat do'kon bor. Endi ro'mollar ham keldi. Ro'mollar eng arzoni nech pul? 25 ming so'mdan bari tanlab olish. 25 ming so'mdan tanlab olishga ekan. Mana oyoq kiyimlar karobkalarda turibdi mana. Ular telefon nomerlari aytildi. Yana qaytarib ham qo'yaveramiz. Kimdir nima deysiz? Telefon nomeringiz necha edi? 91lik 151 35 66. 91lik 151 35 66 ga telefon qilaverasizlar. Shu ro'mol, shu oyoq kiyimlar kerak bo'lsa